Peygamberlik davrida Madinaga kelganlarida ko'proq bu quduqqa kelib turar ekanlar. Mana Madinada shu Quboga kelsa masjidga kelar ekanlar. Mana shu quduqqa kirar ekanlar. Bir kun bir sahoba aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quduqqa keldilar va oyoqlarini solib quduqda o'tirgan ekanlar shu joyda. Va men eshikbon bo'lib turdim. Kim kirmoqchi bo'lsa Rasulullohning izni bilan kirgazaman deb. Eshik taqilladi. Kim u? Men Abu Bakrman. Rasululloh keldi. Ya Rasululloh Abu Bakr keldi. Kirishga izn so'rayapti. Nima deysiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirsin dedilar va jannatning bashoratini bergin. Abu Bakr kirsin, jannatning bashoratini bergin. Abu Bakr sollallohu alayhi vasallam keldilar Rasulullohning o'ng tomonlariga, Rasululloh o'tirgandek o'tirgan ekanlar. Yana eshikda turdim dedilar. Eshik taqilladi. Kim u? Men Umarman. Ya Rasululloh Umar kelibdi, kirishga izn so'rayapti. Rasululloh aytdilar: "Ayting Umarga kirsin va jannatning bashoratini bergin." Shu joyda. Va Umar roziyallohu anhu ham kirdilar, Rasululloh chap tomonga o'tirdilar. Ancha muddatdan keyin eshik taqilladi. Kim u? Men Usmonman. Rasulullohga so'rang, kirishga izn bersa kiraman. Rasulullohning oldiga keldi, ya Rasululloh, Usmon keldi, kirishga izn so'rayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyoqlarini yopib o'ziga qarab olgan ekanlar va ayting Usmonga kirsin va jannatning bashoratini bering. Usmon roziyallohu anhu ham kirdilar, Rasulullohning ro'parasiga kelib o'tirdilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofida 3 ta sahoba jannat bashoratini oldilar. Keyin oradan deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari kelib